Assalomu alaykum hammaga. Kurs kontrol tizimini o'rnatib berayotganmiz. Aksiya munosabati bilan 10-maygacha aksiya qilganmiz. 480 ming so'm. O'ng tomon, chap tomon kurs kontrol tizimini o'rnatib bering. Multimedia hammasi ishlab turibdi. Past, baland, o'tkazish, qaytarish ham qulay bo'ladi. Zazorga bitta ahamiyat qilib qo'yamiz. Hammasi zavodskoyda ko'ngildagidek ishlayapti. Yonib o'chyapti kurs kontrol. Zazorga bitta yaxshi ahamiyat qilamiz. Mana taglariga idealni qilib chiqarib berganmiz. Umuman ochiq joylari qolmagan mana. Yon tomondan ham qarasak bo'ladi, bu tomondan qarasak ham bo'ladi. 480 ming so'm qilib qo'yganmiz. Programma, knopka, hamma narsalar ichida ulgurib qolinglar 10-maygacha. 10-maydan keyin narx ko'tariladi. Iloji boricha maksimal videoni tarqatinglar. Shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol qilib beramiz. O'ng tomon baland qiladi, past qiladi. Qo'shiqni o'tkazadi, qaytaradi, papkadan papkaga oladi, fleshkaga, bluetoothga bezov qiladi, telefonni ko'taradi, telefon kelsa qo'yadi, shunaqa funksiyalari bor. Chap tomon kurs kontrol 60 mi, 70 shunday belgilab qo'yamiz, pastga bitta bosamiz. Tezlikni shunday qabul qilib oladi. Bo'ldi, shu bilan o'sha tezlikda ushlab ketaveradi. Burchakda knopka o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Bir xil signal qo'yadi, signallar uncha ish bermaydi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yangiliklar hali oldinda.